Endi sizlar bilan qanaqa qilib 2026-yilimizni prям eng zo'r yil qilib o'tkazish haqida gaplashamiz. Biz bu uchun nima qildik? O'zi hammamizda har yilni boshiga maqsad qo'yadigan odatimiz bor. Maqsad qo'yamiz. Bundan oldingi yilni analiz qilamiz, xatolarimizni tushunib, o'shalardan kelib chiqib, yana yangi maqsadlar qo'yamiz. Har bittamiz har yili shunaqa odatimiz bor. Yilni boshiga maqsad qo'yamiz va bu narsani necha yillardan beri qilib kelamiz. Lishtaman oxirgi 3-4 yil ichida masalan tilla qo'yib, o'shanga intilib, maqsadlarimga erishib yuribman. Ya. Nima bo'lib qo'ygansiz? Oybek aytganda har doim maqsad qo'yib yashash kerak. Chunki ikki xil hayotda ham yashab ko'raman. Ya'ni ikki xil hayot degani o'sha maqsad bilan ham, maqsadsiz ham yashab ko'rganman. Shu paytgacha baribir har doim o'sha maqsad qo'ygan yilim har doim unumli o'tgan. Ya'ni maqsad ham qanaqa o'sha erishsa bo'ladigan maqsadlarni qo'yish kerak. Ya'ni beshinni prям nerealniy maqsad emas. Aqling kuching yetadigan maqsad qo'ysa odam, men o'ylayman prям eski chim ustremisada. Balladni maksimalli gaplariga qo'shilaman. Shuning uchun biz chista o'zimizda общий komandniy sellar qo'yib chiqdik. То есть publichniy bu 3 ta sel 2026-yil tugagancha shu 3 ta selga biz erishishimiz kerak. Boramizda biletchi olamiz, biletchi. Xullas, hozir mana bilet olamiz. 12-chislo kuni o'sha joyga o'tiramizda. Dubayga go. Mana birinchi qadamlarni bosishni boshladik. Qilib bu biletimiz bizani uchalamizda hozirgina oldik. Taksida Ilhom yo'q bizning yonimizga. Ilhom Samarqandga ketgan hozir. Nesut biz zato 3 ta bilet oldik. Nasib bo'lsa 12-yanvarga oldik. Bugun hozir 30-dekabr. Uyga borib kelamiz, kitobga borib. Hali planlar ko'p bungacha, ketishimizgacha ham qilishimiz kerak bo'lgan ishlar ko'p. Hali kstati главныйsi kvartirani hal qilganimiz yo'q. O'zimizcha biletni oldik, lekin borib turadigan joyimiz yo'q hali qizida. Lekin tanishlarga chiqib, avval qilib nasib bo'lsa topsak kerak deb o'ylayman. Ja topmasak bamjuvach qilamiz, nima qilamiz? Men qizoqlasan. Odamlar tushunmayapti-da. Bular nimaga bilet oldi? Nimaga Dubayga ketibdi bular? Tushunmayapti shu narsani. Bu narsani keyin tushuntiramiz. Hali tushuna olasiz. Bu legendary momentda bo'ladi. Biz Shirokiga turib. Mana bilet, nechо? Думали, мы шутим? Увы, нет. Hali ham ishonmayapman. Men ham ishonganim yo'q. Qog'ozcha berib qo'ydilar. Bilet kecha biron qildik, gaplashdik. O'sha bugun sotib oldik. Ano. Salgina men tushunmayapti-da nima bo'lganini, nima qo'yganini. В чем прикол? Biz bu решение kelishimiz ham qiyin bo'lmadi-da. Biz shuni ideya keldi, go derdik-da. Ana. Hech narsani o'ylamasdan, za protivlarni o'ylamasdan, взвесить qilmasdan, там o'lchab ko'rmasdan, risk va boshqani сразу go derdik. И mana реально действовать qilamiz. Nakanu ishimizni qo'ydik. По сути, нормальный oyliklik ishimizni tashlab biz Dubayga ketamiz. Надеюсь, nimadir bo'lib ketadi. Чувствую, да. В любом случае, men bizga o'xshamasa ham, men провал bilan qaytsak ham, biz со спокойной душой qaytamiz. Qilamiz dedikmi? Biz qildik. Harakat qilib ko'rdik. Как minimum o'xshasa o'xshamasa, ag'a уже biz oldin aytganimizda нереальный движ bo'ladi deymi? O'sha gapga соответствовать qilish uchun harakat qilamiz. Нереальный bo'lish uchun движlarimiz. Главное esa не сожалеть. Da, shu. Попробовать и не сожалеть. O'zbekcha bitta перевод qilib olishimiz kerak shu qanday bo'lsa. O'zbekchaga shu oddiy afsuslanmaslik shu. Ни в коем случае afsuslanmaymiz. Qilmasdan afsuslangandan ko'ra, o'chi qilib ko'rib afsuslamagan yaxshi. 3 ta maqsad qo'ydik va bu narsani именно shu 3 ta maqsadni biz publichni qo'yamiz, ya'ni hammani ommani oldiga. Bu narsa nima uchun qilinibdi? Во-первых, birinchidan bu uchalamizga ham taalluqli maqsadlar. 3 ta qo'ygan maqsadimiz uchalamizda ham maqsadimiz. Lichniy emas, hammamizda lichniy o'zimizda maqsadlarimiz bor, ular bilan bo'lishilmaydi. Men bular bilan hozir bo'lishamiz va sizlarning ko'zinglarni oldiga har bittasi uchun nima harakat qilsak, nima движение qilsak, o'shani ko'rsatib borishni niyat qilganmiz, bu narsani aytdik. Xullas, birinchisi 333 mingta obunachiga ega bo'lish. YouTube'ga. Bir qarashda, birinchi qarashga sal нереальный, слишком crazy, sumashedshий maqsadga o'xshaydi. Shunaqa ham o'zi. Nimaga biz uni qo'ydik? Ko'zimiz yetibdimi? Da, yetibdi. Real, men bilmayman. Tushuntirib bera olmayman nimaga. Просто tushunaman, что agar biz o'sha miyamizdagi o'ylagan narsalarni yil oxirigacha qilsak, как minimum biz достойный rezultatga chiqamiz. Shuning uchun shunaqa maqsad qo'ydik. Kvartira olamiz. Dubayda, prям downtownda olamiz. Yig'asa 10 kunlik olamiz. Burj Khalifaga prям ozroq rastan ko'p emas uni. Real joy olamiz. No, puli ham yaxshigina qimmat. Biz вообще bu
summaga рассчитывать qilmadik-da. Biz o'yladikki, что yana mana shunga ozroq qo'shsak, bir oy turamiz deb o'yladik o'zimizcha. No, на самом деле 10 kun yetyapti. Mana tranzaksiyalar qilamiz. Примерно mana shu kvartira. Rasmlarni keyin bo'lgan payt ko'radi. Paytda obzor qilamiz. Realashmayapman men borki. Nimalar qilib deyapti. Men sen ishonamsanmi? Yo'q, men vaqtim tushunmayman. Yo, prikin ittidaga ketamiz-da. Eng qizig'i, hali ishlarni bitirganimiz yo'q biz. Ko'rsatma nima qilishimiz kerak. Ketishimizgacha. Mana shuncha narsa. Bittaga narsani qilamiz. Bitta встреча qilamiz. Hatto ikkinchisini ham qilamiz. Kvartira siymat. Ne, ладно. Uchinchisini qilayotgan ekanmiz. Qiladigan ishimiz juda ko'p. Bir kunimiz qoldi. Bugun ham o'tdi уже. Bir kunimiz qoldi. Ulgursak ulgurdik, qaysi ishimizga ulgurmasak qolib ketdi bo'ldi. Kuzatuvringlar qanaqa gap bo'lar. Hali o'zimiz ham bilmaymiz aniq bo'lishini. Apartda Airbnb'dan topayotdik. Lekin hozir bitta muammoga duch keldik biz. Bizning kartalarimizdan to'lab bo'lmaydi. Ilir bitta variant bor, chetdagi tanishlarimizni kartasidan to'lasak bo'ladi. Ana shunaqa problemaga duch keldik biz hozir. Biz mana hozir yechim qidiramiz, yechim. Oson bo'lmayapti hali. Ketmasimizdan turib. Qizilim yo'qda o'zi. Qizillik ko'rishing shartmi buqqa? Nima bo'lyapti desanglar? So'ramaydi. Ko'chamiz yana. Biz ko'chib charchamadik kashida. Ya ko'chmaymiz, ofisdan chiqamiz. Ha, yerga yetib Ano, Dubayga ketamizki, sizda. Yaqin nomma. Dubayga ketamizki, baribir takka pul to'lamaylik deydi, bir oy bo'lmaydi. Shunday nasib bo'lsa, qaytsak agar, qaytadigan bo'lsak, birato'la nestonlarni Qo'shgan olsang yaxshi bo'ladi. Ha, yashag'an endi zo'r bo'ladi-da. Mana bu o'g'irlasman, xo'sh. Xullas mana ko'chamiz. Mana proses. Ko'chamizni. Chiqamiz mana ofisdan chiqamiz. Bitta odam ochdi, ko'chamizni yozamiz. O'z umid keladi, narsalarni olib, mana uyimga tashlaymiz. Undan keyin nima kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa, uyimni olib ketamiz. Qolgan narsalar o'zim turadi. Kompyuterlar. Da, uni ko'p qolmadik bu ofisga. 2 oy qoldi. 2 oygina qoldik, no. Naqamda istoriyachi yozib ketdik-da. Tarixda. Hadi. O'zi qayman bo'ladi. O'tirib qara. Charchadim. Hali hech gap yo'q, hali hech narsa qilingani yo'q. Lekin rais charchaganlar o'zi. Bilaman nima. O'tkazan hozir hamma o'zamiz. Ikkinchi maqsadimiz 4 ta davlat. Birinchisi Dubay, ikkinchisi Turkiya, uchinchisi Bali, to'rtinchisi butun Yevropa bo'yicha emas, lekin o'sha Yevropaning ichi bo'yicha harakat qilamiz. Bu maqsadlar qaranglar, men qo'shimcha qilib ketaman. Bular просто travel emas. Hozir biz Dubayga biz o'sha ko'rdinglar, tushundinglar. Bu travel emas. Har bitta shu 4 ta davlatda o'zini maqsadi bo'ladi, o'zini temasi bo'ladi. Masalan, Dubayda temasi haqida o'zi bilib bo'ldinglar. Xuddi shunaqa har bitta davlatda o'zini unikalniy bir-biriga o'xshamaydigan temasi bo'ladi. Bu narsani biz yil davomida ko'rsatib boramiz. Hozir aytmaymiz temasi qanaqaligini, lekin qiziq bo'ladi. Bu videoyimiz salgina ertaroq chiqish kerak edi, lekin ulgurmaganimiz sababli o'shan ham Dubayga kelib chalasini davom ettirib qo'ydikda, bugun qo'yaramiz. Xullas mana. Biz vlog uchun vloglarga e'tibor bergan bo'lsanglar, ana krupniy bo'lib qoladi. O'zi bitimiz faqat ko'rinadi. Endi unday bo'lmaydi, chunki bizga ishtirokiy obyektiv bor. 16 ga 28 ming tushunadi. Bunaqa oldik. Beri Dubayim. Buni nech pulga oldik? 200 ga. Bundan tashqari hozir перед выбором turibmiz. Mana nima edi hozir? Bu ana sizlarga aloqasi yo'qmi? Ha. Yaxshi. Hozir перед выбором turibmiz. Короче, плюс-минус на последний деньги oxirgi pullarimizga ana olamiz hozir. То есть olamizmi yo'qmi ham o'ylaymiz. Ronin. Roninimiz yo'q. Lekin ronin bizga kerak. Chunki arqa borganimizdan keyin по-любому ronin lisenkalar bo'ladi в основном. Shuning uchun o'ylaymiz hozir risk qilib pulimiz kam qolsa ham orqa ketganimizdan keyin roninimiz bo'lsa, мне кажется, logично. Shuning uchun hozir borib roninni olamiz. Mana, qancha oxirgi pullarimiz. Biz boshdan risk qildik. Hamma ishimiz risk o'zi. Do последнего risk qilmoqchimiz. Mana shu kvartiramiz hal bo'lsa, mana bunga ronin olsak hozir keyin bo'ldi. Naminli qolamiz. Men o'ylayman, motivatsiya ham bo'ladi, что aqqa Dubayga borib sразу ertasi kundan ishga chiqib ketish. Lekin ronin olmasak ham bo'lmaydi-da. Aytibdi-ku, obzorga baribir roninsiz juda qiyin. U uchun telefonga qilishimiz kerak. Ладно, ketdi yonasini o'zini ronin olamiz. Mana.
Ronin ham oldik. Pul kamroq qoldi. Nipoplarni ketdi salgina pul masalasi bo'yicha. Bo'ldi samgal narsalarni oldik. Obyektiv shirika oldik и Ronin oldik. Eng muhim narsalarni oldik. Endi ertaga uchib ketamiz. Juda qiyin yo'lni tanladik. O'zimiz ham bilamiz buni. Lekin shu narsani tarbiyalaydi bizani. Mana shu narsani oldik. Aha. Ham kerak edi boshqachaga, chunki soqqa qilishimiz uchun важный instrumentlardan bittasi bu ham. Samgalni bitta mana shu kvartira bo'lsa ko'ngil xotirjam bo'ladi. Zato bu olgan narsamizga hech qachon afsuslanmaymiz. Bu o'zimizda investitsiyamiz. O'zimizga hozir investitsiya kiritdik. Baribir hozir Dubaydan qaytgandan keyin ham bu narsa bizga kerak bo'ladi. Yaxshilik ham bor. Spesial zadach qilgan edik-da. Aha. Ko'p edi o'zini, под конец mana shuncha narsamiz bor edi. Shuncha ish qilishimiz kerak edi. 2 kunning ichiga. Biz mana yarmini qilib bo'ldik. Hozir qolgan yarmini ham kechgacha tugatamiz. Ha, yaxshi. Hech kim eshitmadim men tugatdim. Yopishtirayotganini olib qo'yish kerak-da. Xullas, siz mana Timadanni ham oldik. Bitta bozorliq qoldi. Endi bozorliq ham shu mayda shu-da. Ko'p narsa emas. Kerakli samgal narsalar qoldi. Ha, oyog'ingga torimiz tushsa, Jahon. Och mashina keladi. Test Test-drive. Zo'r ekan. Ana test-drive'dan o'tdi. Test-drive'dan, Test-drive'dan. Uchinchi maqsadimiz bu production bilan shkola. То есть production birinchisi bu o'zimizga o'xshagan, jaydari ishga qiziqadigan komanda yig'ish, professionalniy roliklar qilib, har xil davlatlarga chiqib, то есть produktlarni zo'r qilib. Короче, одним словом nima demoqchiman? Productionga o'zimizga o'xshagan, ishga qiziqqan zo'r komanda yig'amiz. Ikkinchisi shkola. Shkolada biz o'zimiz 4-5 yil ichida nimani o'rganib kelgan bo'lsak, polna o'zimizda uchiniklarimizga o'rgatib borib, qanaqa qilib shu 4-5 yil ichida o'rgangan narsamizni tezroq maksimallab o'rgatib, ham самый вкусный joylarni berishga tayyormiz. Bu maqsadda уже birinchi videoga ham qo'yganmiz. Просто konkretniroq bo'lish uchun bu yil uchun mana shunaqa qildik. O'zi bu maqsadda kontekstini tushuntiradigan bo'lsam, biz ekosistema qurmoqchimiz. В какой-то степени, qanaqadir ma'noda ekosistema, ya'ni nima? Production schoolga, ya'ni maktabga служить qiladi. И xuddi shunaqa naborot. Ya'ni masalan, maktabdagi eng talantli va eng zo'r o'quvchilarni biz productionga aniqlamiz и также production maktab uchun qaysi ma'noda xizmat qiladi. Xullas, maksimalni bir-biri bilan связать qilib, o'zimizning lичный brendlarni ham bular bilan связать qilib, bitta общий ekosistema qurmoqchimiz. To'g'ri, bu именно mana shu 3-maqsad, unaqa raqamli konkretniy maqsad emas, lekin maqsadda bor. Так что kuzatib boringlar. 2026-yil juda ham qiziq o'tishga обещает. Так что мы только начинаем. Да, bugun уже mana Dubayga ham keldik. Ertadan уже vloglar chiqishni boshlaydi, 30 kunlik.